Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктар videoni boshlamas burun arnaga kirib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар teqqana bizde bo'ladi. Tosinsi bo'ldi. Sarapchi Janibekning alg'ashqi qo'rg'ovi men Golovkinning ayqasi jayla. Notfix.com portalining sholusi Ludo Seans tilsining bergan suhbatida o'rta salmoqda WBO chempioni Janibek Alimxonovning alg'ashqi qo'rg'ovi turali o'yinni aytdi. Janibek o'tgan dam olishda Las Vegasda boks kechinida basta ayqasida host titulini sarapga solib, Britaniyalik qarsasi Denzel Bentley'de to'shlash yechimimen yendi. Alimxonov o'rta salmoqda chempionlarning qatorina rasmiy turda qo'shildi. Jeni sonayga teggan yo'q. Bentley bastapqi qismga shidas berdi. Odan keyin o'zi miqti jag'idan g'ana ko'rsatdi. Bunday qarshilikni hech kim kutmaydi. Tipda Alimxonovda bu hol uchun to'sinsi bo'ldi. Qozog'istonlik bokschi barliq qattiqliklarni turtib oldi degan o'ydaman. Ulkan ayqaslar oldinda hol titulni birinchi ret qo'rg'ov kerak bo'ldi. Onun Golovkinmen yudruqtasqanini ko'rmaytin chiqarmiz. Biroq diviziondagi o'zga miqti bokschilarмен jekpa-jek abden ehtimol, deydi Seans. Nokautga tushgan Alimning ex-chempioni 37 yoshida ko'z yumdi. Alimning ex-chempioni Meksikalik Moises Fuentes 37 yoshida umrdan o'zdi. Bu qayg'uli жаңалықты bukul olamlik boks kenasining prezidenti WBS Mauricio Suleyman allummettik желіде xabarladi. Moises Fuentes umrdan o'tdi. O so'nggi dami qolgancha ayqasdan nag'iz batiri edi. Onun otbasi men do'stlarini qayg'irib ko'ngil aytamiz, deb yozibdi Suleyman Twitter paraqshasida. Fuentes jenial salmoqda 25 jekpa-jegida o'tkazib, onun 14-ni nokaut bilan oyoqlagan edi. 2011-yili vatandoshi Raul Garcia'ni jengib WBO belbog'ini egalandi. 2021-yilning qozon oyida Fuentes tag'i bir vatandoshi David Cuellarмен ayqasib, 6 raundda nokautga tushdi. Natijasida komaga tushib, sol kuy yesin jimadi. Sizlar sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga kirib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар teqqana bizde bo'ladi.